kelin yegisi kelyaptimi? Bo'lmasam ozgina olgin-da. Endi iloji yo'q endi nima qilsin endi. Yegisi kelyapti. Yegisi kelyapti, berish kerak. Paketga o'ring, iloji yo'q. Olib kirib, siraj yudirib, olib chiqib ket paket-maket deb. Ba'zi qaynonalarchi shunaqalarni eshitganmiz, o'sha kelinni musurini ham tutar ekan-da. Shifokorga borsangiz shifokor nima deydi? Bunga go'sht bering. Go'sht yemasa nima qilsin? Shunaqa. Go'sht yesa og'zidan chiqarib tashlaydi, qusib tashlaydi, ko'ngli aynaydi. Go'shtni hazm qilish uchun yaxshi temaga kelyapmiz. Lambilik bo'lsa ayniqsa, unaqa bolalar shirinlikka tortadi. Shu faqat shirinlik, pechenni yeydi, obedda vafli yeydi, erta-betta shirinlik yeydi, ovqat yemaydi. Endi bu bola vaqt o'tib voyaga yetib katta bo'lgandan keyin ana unda keyin ko'rasiz. Siz aytdingizki, onasi aybdormi, otasi aybdor? Ikkalasi ham aybdor. Chunki bu er-xotin, hozirgi yosh avlod, onaning o'zida ham keyin kasallik. Onalar nega ayollar ko'pincha oila qilgandan keyin semirib ketishadi. Ovqat ustiga ovqat yeyish, hatto sahrodagi yirtqichni halok qiladi deyishgan. Qon kamligida parazitlarning ham roli bor. Buni ko'pchilik pediatrlarimiz yoki gematologlar esdan chiqarib qo'yishadi. Lambilik glyukoza bilan ovqatlanadi. Kerak bo'lsa deydi olimlar, parazitlar ichimizdagi qurtlar bolani поведениясini, ya'ni o'zini tutishini, fe'l-atvorini, uni psixologiyasini, nervini psixopat bo'lib qolishini adasi oyisi hayron bo'lib o'tirishadi. Voy, men sanga o'xshagan yoki sanga o'xshagan, men unaqa bo'lmaganman, sen unaqa bo'lmagansan deb o'tirishadi. Yoshligingda qanaqa bo'lgansan? Bolada parazit, da uni injiq qiladi, yig'loq qaratchi qilib qo'yadi yoki o'sha nervini psix qilishi. Tezroq tuzalsa bo'ladi, uning uchun o'sha boya aytgandek 4-5 asr oldin yashash kerak edi. Iloji bo'lsa o'sha yerga o'tib yashasa 2 kunda ham yaxshi bo'lib ketadi. Assalomu alaykum. Bugun podkastimizning navbatdagi soni. Bugungi mavzuyimiz qon kamlik. O'tgan safar gaplashdik. Yana obunachilarimizdan qo'shimcha kengroq yoritib beringlar deyishganligi uchun yana bu mavzuga murojaat qilishga to'g'ri keldi. Bugungi mehmonimiz Sobir Said. Assalomu alaykum, Sobir aka. Alaykum assalom. O'zimiz yaxshi keldingizmi? Tinchmisiz? O'zingiz yaxshimisizlar? Ha, rahmat, Xudoga shukr. O'tgan safargi suhbatimizdan keyin yana qo'shimcha savollar, shunga o'xshagan ozgina xalqimiz orasida kengroq tushuntirib bersanglar degan savollar bo'lgandi. Yana murojaat qilishga to'g'ri keldi. Birinchi bitta narsani oydinlik kiritib olaylik masalaga. Tanamizda qon o'zi nima vazifani bajaradi? Shundan boshlasak birinchi. To'g'ri, yaxshi savol. Insonning tanasidagi qon o'zi aslida bir murakkab suyuqlik deb qarayman men. Ilohiy suyuqlik desak ham bo'ladi. Hujayra deganda keling, mana bunaqa tushuntiramiz. Endi bizning kuzatuvchilarning aksariyati oddiy xalq bo'lgani uchun. Aytaylik, tanamizni bitta anorga o'xshatsak, anor ichidagi donalari bu insonning tanasidagi hujayra deb tasavvur qilamiz. O'sha har bitta donaga, har bitta trillionlab hujayralarga qon oziq elementlarni, aminokislotalar, glyukozalarni, gormonlarni, fermentlarni, kislorodlarni tashuvchi va undan chiqindisini olib chiqib ketuvchi vazifa. Termoregulyatsiya vazifasi, suv balansini, natriy tuz balansini me'yoriga keltirish, shu bilan birgalikda immunitet vazifasini ham bajaradi. Endi agar ko'proq millatlarni yoki elatlarni qarasangiz, qon bilan bog'liq bo'lgan ularning qanaqadir rituallari yoki bir diniy urf-odatlari ham bor. Shuning uchun qonni juda bir tarkibi murakkabligi uchun ilohiy darajadagi bir suyuqlik deb qarayman. Hatto insonni mana bu ham bir ajoyib ma'lumot, kapillar tomirlari, u kapillar qon tomiri deganda mayda qil tomirlar, sochimiz tolasidan ingichka qil tomirlar. Agar shu qil tomirlarni bir-biriga ulab chiqsa, yer sharini o'sha ekvatorini 2,5 marta aylanib chiqib ketar ekan. Masofadagi qon tomirlari 100,000 kilometr bu kichkina narsa emas-da. Mana shu narsa bizning ichimizda juda katta set turibdi. Ana o'sha qon tomirlarda qonni aylanishi, oziq elementlarni tashishi, chiqindilarni olib chiqib ketishi, kislorodni tashishi, immunitet funksiyasini bajarishi va ko'plab funksiyalarni bajaradi. Endi hozirgi kunda o'tgan safar gaplashganimizdek kamqonlik mavzusi juda aktual bo'lib qolgan. Masala bo'lib qoldi hozir. Yer aholisini o'tgan safar ham aytdik, 2 milliarddan oshig'i kamqonlikni har xil darajasi bilan kasallanishadi. Bu yerda endi kamqonlik 0 stadiya, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi stadiyalari bor. Ko'pchilik o'ylaydi, meni tanishlarim ham shunaqa o'ylashar ekan. Misol uchun tanada deylik 5 litr qon bo'ladigan bo'lsa, kamqonlik deganda bu 4 litr yoki 4,5 litr yoki 400-700 gram qonga tushib qoladi degan ko'p tushuncha bor ekan shunaqa. Shu to'g'rimi shu? Yo'q, to'g'ri. Endi xalqimiz shunaqa o'ylashligi mumkin. Kamqonlik degani
masalan 5 litr qon bor deb hamma eshitgan, ko'pchilik biladi. 5 litr qon bu tana vazni dunyo standarti bo'yicha 70 kilogramm odam, bo'yi 1.70, og'irligi 70 kilogramm odam hozirgi kunda o'rtacha odam deb hisoblaymiz. O'sha odamni tanasini 7% qon. Bu degani 4.9 litr. Umumiy aytganda 5 litr deb hisoblasak, 5 litr qonni o'rtacha qon deb hisoblaymiz. Endi kamqon odamda o'sha qonni 5 litr qon 4 litr yoki 3.5 litr bo'lib qolmaydi. Qonni tarkibidagi shakl elementlarni dagi o'zgarishlar hisoblanadi. Nima bilan o'lchasak bo'ladi? Misol uchun bizning qonimiz kam deymiz-ku. Nima bilan o'lchasak bo'ladi uni? Kamqon odamni, anemichniy odamni o'zi tashqi ko'rinishi, klinik belgilari bo'ladi. Biz e'tibor beradigan rangi. Odamni xalqimiz orasida shunaqa gap bor, rang ko'r, holso'r. Rangi oppoq, ko'kimtir, ko'zlarning tagida ko'kimtirlik ko'rinishi mumkin. Lablari oqimtirroq, quloqlari oppoqroq bo'lishadi. O'zi qon mizoji issiqlik bo'lgani uchun, rangi qizilga moyil bo'lgani uchun kamqon odamda balg'am mizoji ustuvorlik qiladi, rangi oppoq, tanasi sovuqroq. Ko'pincha kamqon odamlar, bolalar ham, ayollar ham qo'l oyog'i isimaydigan, choch tez to'kiladigan, ozgina xotirasi ham pastroq, energiyasi pastroq, nima, ko'p uxlaydigan, yotoqchilaydigan, kuzatiladi. Ishtahasi past. Bolalarda ham shunaqa injiqlik, ko'proq shirinlikxo'r bo'lishadi. Bunaqa bolalar yoki ayollarning orasida ko'p uchraydi. Kuchli go'shtli ovqatlarni yeyishmaydi. Shunga o'xshagan tashqi alomatlari bor. Hozirgi kunda o'zi bizani bu podkast qilishimizdan asosiy maqsad aholiga o'sha tibbiy madaniyatini oshirish maqsadida ko'proq informatsiya, ya'ni ma'lumotlarni berib borishda. Ko'pchilik ahamiyat bermaydi-da, ya'ni kamqonlikka u darajada hozir jiddiy muammo deb qarashmaydi. To'g'ri. Lekin hozir ko'p joylarda takror kelyapti kamqonlik masalasi. Endi meni o'zimni yana shaxsiy savolim bo'lardi. Bu aynan shu oxirgi yillarga kelib shunaqa ko'payib ketdimi yoki oldindan ham o'zi bo'lganmi bu? Yo bizda o'sha paytda o'lchov asboblari bo'lmaganligi uchun buni bilmaganmizmi? Ya'ni ota-bobolarimiz demoqchiman. Tushundim. Yaxshi savol. Oldin ham bo'lgan kamqonlik. Lekin bu darajada emas. Juda ajoyib asrda yashayapmiz. Texnologiya shunchalik rivojlansa, zamonaviy meditsina shunchalik rivojlansa, dori preparatlarni har xillari chiqsa, laboratoriyalar, diagnostika markazlari har qadamda dorixona, klinikalar ochilsa ham, tibbiy ma'lumoti shifokorlarimiz oshsa ham, nimagadir shu kamqonlik muammosi ko'payib boryapti. Orqaga kamayishi o'rniga. Nega? Yaxshi savol ko'tardingiz. Bu yerda ovqatlanish faktori turadi, birinchi o'rinda. Biz ertalabki choyimizda nima yeyamiz? Temirni paydo bo'lishi uchun oqsilga boy, xlorofilga boy, vitamin minerallarga boy taomlanishimiz kerak. Endi keling, o'zbek oilasidagi ko'proq dasturxonni qaraylik. Ertalab sariyog' bilan non yeb ketgan bo'ladi. Yoki murabbo bilan choy ichib ketgan bo'ladi. Yoki bilmayman, yana kolbasa sasika bilan choy ichib ketgan bo'ladi, qatdan qon ko'paysa. Menga aytinglar, qani kolbasa sasikani yoki sariyog' nonni, murabboni tarkibida temir bormi? Yo'q, to'g'rimi? Med bormi? Yo'q. Demak, B guruh vitaminlari bormi? Yo'q deyarli. B6, B12. Sink bormi? Yo'q. Kalsiy bormi? Yo'q. Hech narsa tushmagandan keyin asosan uglevodli moddalar bor. Asosan uglevod, oddiy uglevodlar. Ertalabda shirinlik yoki sariyog' mana bunaqa narsalar. Oqsilli narsalarni kam yeymiz, meva sabzavotlarni kam yeymiz. Shuni hisobiga ham gemoglobin. Yoshda ham o'zi bolalarda ham go'sht yedirish rosa qiyin-da bolalarga. Go'sht to'g'ri, mana bu ham yaxshi bitta. Hozirgi kunda bu ham katta global muammo. Masalan, kamqon odamga aytishadiki, til yedirgan. Til yedirgan yana mana bunaqa gap bor. Tilni bitta o'zi yesin, ani qaysidir joyida ko'proq bo'ladi. Ko'proq qon bo'lishi mumkin. Bu endi mif. Bu mif. Chunki mana bunaqa narsa-da, til uyga kirib keldimi, uni bitta bolaga bersangiz, qolgan bolalar yegisi keladi yoki qaynata unisiga ulashish kerak-da. O'zbek xonadoni hech kim uyiga olib kirib keta olmaydi, o'zi yonida. Keladimi, yo'qmi, to'g'rimi? Ayniqsa katta xonadon bo'lsa, teng bo'ling. Maqsad bizning xalqimizning bir qadriyati bo'lsa kerak, bu ham bir yaxshilikka. Chunki o'zi yesin-da, xannazgina ko'tarilsa degan anaqada berishadi. Ko'p bolalar go'sht yeyishmayapti. Go'sht kosasidan terib tashlaydi yoki yani osh qilsangiz ham, sho'rva qilsangiz ham yeyishmaydi. Unaqa bolalar ko'pincha go'sht yemaydigan bolalar yo shashlik yeyishadi, yo kotlet yeyishadi, yoki baliq yeyishadi, yoki o'sha gamburgerlar ichidagi go'shtlarni yeyishadi. Boshqa mana qozon ovqatdagi go'shtlarni yeyishmaydi. Ana endi qarang, go'sht yemagan tanada aniqki gemoglobin tushib ketishi. Go'sht bu taomlarni sayyididir deyilgan bizani tabobatimizda, islomiy tabobatda shunaqa deyilgan. Endi shifokorga borsangiz, shifokor nima deydi? Bunga go'sht bering. Go'sht yemasa nima qilsin? Shunaqa. Go'sht yesa
og'zidan chiqarib tashlaydi, tashlaydi. qusib tashlaydi, Hmm. ko'ngli ayniydi. Hmm. Go'shtni hazm qilish uchun, mana yaxshi temaga kelyapmiz. Go'sht hazm qilish uchun, gemoglobinni ko'tarish uchun go'sht yeyish kerak, go'sht hazm qilish uchun oshqozon osti bezi zo'r ishlashi kerak. Bizada oshqozon ham yaxshi bo'lishi kerak. Xlorid kislotasi past bo'lsa, kislotasi past bo'lsa, go'sht parchalolmaydi bola. Bu birinchi muammo. Oshqozonda demak nosog'lomlik bor. Ikkinchi muammo oshqozon osti bezi. U yerda ferment ishlab chiqariladi. Ya'ni tripsin, kemotripsin, lipaz, amilaza va hokazo fermentlar 12 barmoqli ichakka tomadi, yana o'tda hazm jarayonini, oqsilni, boshqa narsalarni parchalash davom etadi. Uchinchi muammo, o't qopida muammo bo'lmasligi kerak bolalarda. O't qopida hozir o'zingiz qilsangiz, yosh bolalarda уже zagib ekan, mani bolamda zastoy ekan, diskineziya, u ekan, bu ekan yoki lambilik. Bo'ldi. Demak, o't qopida muammosi bor bolada ovqat hazm jarayoni yaxshi bo'lmaydi. Lambilik bo'lsa, ayniqsa, unaqa bolalar shirinlikka tortadi. Shu faqat shirinlik, pechenni yeydi, obedda vafli yeydi, erta-betta shirinlik yeydi, ovqat yemaydi. Endi bu bola vaqt o'tib voyaga yetib katta bo'lgandan keyin ana unda keyin ko'rasiz bu. Chunki tanani bitta bino deb tasavvur qilsak, bino xuddi g'ishtdan ko'tarilgandek, tanamiz ham oqsillardan tarkib topgan, aminokislotalardan. Oqsillar biz hayvon go'shtlaridan olamiz. Mol go'shti, qo'y go'shti, tovuq go'shti, quyon go'shti va hokazo, ot go'shti va hokazo. Yoki anaqa dukkaklilardan olamiz. Nohot, loviya, fasol, chichivitsa, ovsyanka. Nega yeyishmayapti bolalar? Chunki hazm organlari yaxshi ishlamayapti. Endi bunaqa bolani biz nega unda yaxshi emas bo'lsa, gapingizni bo'ldim, yaxshi emas bo'lsa, shashliklarni yeyishadi-yu. Shashlikda ham. Misol uchun, shunaqa mana bu gamburger har xil Tailandga fast food deymizmi? Fast foodlarni yeyishadi. Manirovka qilingan go'shtni bizning bolalarimizni vkusovoy retseptorlarini mana bu yerda o'sha narsa yaxshi o'zlashtiradi-da, buzib bo'lishgan. Masalan, siz bilan menga yarim tayyor mahsulotlarni yedirsa yoki o'sha sobiq sovetda paytida yashagan odamlarga ko'nglimiz ayniydi, yegimiz kelmaydi. Bizga o'zimiz jaydari ovqatlar yoqadi. Qozongob, jiz va hokazo, osh va hokazo. Ularga bu yoqadi. Chunki har qanaqangi polifabrikat yarim tayyor bo'lgan mahsulotlar yoki fast food ovqatlarda juda yaxshi pripravlar ishlatiladi. Mazani kuchaytiruvchi, ta'm beruvchi, yoki mana kolbasani yeyishadi bolalar, yaxshi ko'rishadi. Nega? Kolbasada birinchidan oqsil kam edi. 30% oqsil. Qolgani boshqa qo'shimchalar. Ta'm beruvchi, maza beruvchi vositalar buni mamitdagi vkusovoy retseptorlarni aldaydi-da, bola shunaqa narsaga tortaveradi. Endi yarim tayyor qayta ishlangan kolbasasiga mahsulotini yegan bolalarda ham keyinchalik sog'lig'ida muammo bo'lishi mumkin. Tabiiylikdan qancha uzoqlashmaylik, biz shuncha kasalmiz. Qancha yaqinlashsak, biz shuncha sog'lommiz. Bu endi ko'proq onalarga bog'liq bo'ladimi shunda? Deylikki, kamqon bo'ldi bola. Misol uchun, sizni oldingizga ko'p kelishadi-ku, to'g'rimi? Bu masalada, ya'ni bolamni o'sha aytadi, go'sht yemayapti yoki mana bunaqa belgilari bor deb olib kelganda siz uni tekshirib ko'rasiz, qarasangiz haqiqatan qon kam. Bolaning yoshi 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh misol uchun-da. Hali u katta bo'lmagan. Bu onadan o'tgan bo'lishi mumkinmi? Ya'ni o'zi tegi qoni kam bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Yo o'sha yegan ovqatidan shunaqa bo'lib ketganmi? Yaxshi, mana qarang. To'ppa-to'g'ri. Hozirgi zamonaviy yoshlarimizni ovqati ko'pincha fast food bo'lib qoldi-da. Men fast foodni qoralamayman. Fast food ham kerak. Masalan, bolalarni olib kirdingiz, o'sha go'shtlarni danar deymiz. Kesib tepasida turishi kerak. Faqat o'zi ota-onalarga men aytardim. Odam ko'p bo'lsa chala pishgan go'shtni kesib yuboradi-da. To'xta, palonchi kelibdi, yaxshi pishirdi demaydi-ya. O'sha xo'jayin aytadi, tez-tez pishir, kutib qo'yapti. Yaxshi pishirib, tepasida turib, non orasiga shunday sog'indi, mayli ana tomatni sousidan quyib bo'ldi, o'shani yesin mayli deyman. Lekin mayonezini quyib, unga ketchupini tiqib, balobatlarni tiqish keragi yo'q narsalar. Endi hozirgi zamonaviy yoshlarni 30 yoshdan pastini desak, masalan, ularning ovqatlanishi noto'g'ri. Birinchidan, men bitta Instagramda post qo'ygan edim. Bu hayotdan olingan bir yaqinimiz, hozir temaga qaytamiz. Uyga chaqirdilar. Sobir aka, bolalarim kasal bo'lishadi, jonga tegib ketdi. To'g'risi, aka. Jonga tegish qanaqa? U ota bolaga qarashdan emas. Tez. Injiqlik, uyda mana shu muammo asabga tegadi-da ota-onani. Tez kasal, unisini olib chiqaman, bunisi yotadi, bunisini olib chiqaman, mana shunaqa bir kelib ketib anaqa qilib bering. Yaqinimiz bo'lgani uchun bordim uylariga. Kirsam, dasturxon bezatilgan boshqa. Keyin bolalarni ko'rdim, bir narsalarni yozdim, nima qilishlarini aytdim, kelinga tushuntirdim. Keyin aytdim, bu dasturxon men uchun bezatildimi yo shunaqa turadimi? Yo, uyimiz oki doim shunaqa turadi. Okada men qiyinchilikda o'sganman. Juda bir yo'qchilikda o'sganman.
Biz bunaqa narsalar ko'rmaganmiz. Endi hozir ishlarim yaxshi topyapman. Endi men ko'rmagan narsani bolalarim ko'rsin, to'kinlik bo'lsin, ko'zi to'q bo'lsin deb Bolalarim men ko'rmagan narsani ko'rsin deydi. Dasturxonni yig'ishtirmaymiz. Ana mana shu dasturxoning seni kasal qilyapti bolalaring. Nega deydi. Baraka topkur, ay yashay. Bola aylanib keladi, prannini yeb ketadi, aylanib keladi, shokoladini yeb ketadi, aylanib keladi, anoni yeb ketadi, chaqchuqunchaq ketadi, ovqat yeydigan paytda uni qoni to'q bo'ladi. Tushunyapsizmi? Sekin-sekin bola shirinlik qo'l bo'lmaydi aslida. Bolani ota-ona shirinlik qo'l yoki do'da buvilarimiz shirinlikni yaxshi ko'rgan, olib bersangiz sizni yaxshi ko'radi-da. Kim yaxshi, do'da yaxshi, kim yaxshi, hamma yaxshi-da. Lekin uni normadan oshiq ham zararda. Bu ovqatlanishdagi me'yori buzilishi birinchidan. Men endi buni sal qo'polroq aytganman, baraka topkurlar. Noto'g'ri shunaqa tushuntirmasa bo'lmaydi ba'zida. Odam mol emas-da. Oxirgi nima tashlasa yeb ketadi ekan. Bizda o'sha rejim bilan bo'lish kerak. Mana bu ovqatlanadi, bu ovqat mana hammasini vaqt soati bor. 2 soat o'tmasdan turib yana nimadir yedi, 1,5 soat o'tib yana qo'lda nimadir ko'tarib yuribdimi, u bola kasallikdan chiqmaydi. Dasturxonni yig'ishtirib qo'ying. Keyin ikkinchisi, dasturxondagi xilma-xillik. Masalan, go'sht mahsuloti iste'mol qilyapsizmi ertalab? Misol uchun, go'sht mahsulotlari narsa, bo'ldi sut mahsulotlarini qo'shib yemang go'sht bilan. Aralash ovqat mumkin emas. Bu oshqozon osti bezini ishdan chiqaradi sekin-sekinlik bilan. Yoki mana tuxum yeyapsizmi? Go'sht narsani qo'shib. Biz nimaga borganda, choyxonalarga borganda, misol uchun har xil narsalarni qo'shib yeymiz-ku. Shu xatoda. Misol uchun hali go'shtlarni ham 5-6 xili bo'ladi qozonda. Mana bunaqa narsa bor. Nega hozirgi odamlarni oddiy dorilar bilan yoki oddiy damlamalar bilan yoki oddiy giyohlar bilan tuzatish qiyin. Tuzatish qiyin bo'lib qoldi. Yoki Ibn Sino kitobini olasiz yoki qadimgi tibbiyot tabobat kitobini olasiz, o'qiysiz. Mana bu damlamani mana bunaqa ichsa, mana bu kasaldan forig' bo'ladi. Yoki mana bu damlamaga buni qo'shib ichsa, bu kasaldan forig' bo'ladi, qutuladi. Shuni qilsangiz bola yaxshi bo'lmaydi yoki o'sha odam yaxshi bo'lmaydi. Nimaga? Bu kasallikka yozilgan narsa o'sha nechadir asr oldingi odamlardan kelib chiqib yozilganda. Bu asrdagi odamlar yashang. Bu asrdagi odamlardan sog'lomroq bo'lgan. Ularning bitta kasali bo'lgan. Hozirgi odamlarda 5 ta kasali bor, kamida. Agar laboratoriyadan polni o'tkazsangiz 10 ta diagnoz analiz qilsangiz. O'zbeklar nima deyshadi? O'zbek xalqimiz tashxis qo'ydirma, tashxis bu tashvish. Borsang yo'q narsani yozib berishadi. Fobiya bor-da. Keyin uni borsak deydi, laboratoriyaga kirsak deydi, hozir deydi shuncha narsa chiqarib beradi, uni davolashni yana paloncha. Uni o'ylab yana kasal bo'lasan deydi. Shunaqa. To'g'ri. Endi demak boyagi joyga qaytsak, sodda odamlarni kasali sodda bo'lgan va ularni sodda dorilar bilan tuzatishgan. Endi hozirgi odamlarni dozasi ko'tarilib ketgan. Dasturxon, qarang, sodda odamlarning dasturxoni ham sodda bo'lgan. Endi siz qayting bir 20-30 yil oldinga. Nima bo'lardi dasturxonda? Do'da buvilarning qo'lida katta bo'lgan bolalar ko'proq bilishadi. Unaqa hozirdagi masalan to'yxonalarga kirsangiz, ro'zalarda, og'iz ochib iftorlarda dasturxonda 70 xil. 70 xildan kam sanamaysiz-da. 70 xil. Endi odamning nafsi bor-da. Uni chaqib ko'rdingiz, uni yalab ko'rgisi keladi. Mana buni hammasidan tatiysa qorinni bitta ishirasiz. Ro'za tutinglar, shohidkiz, taqvodor bo'lsanglar, salomat bo'lsanglar. Bo'lmaymiz bunaqa yeb ichishimizda. Ro'zadan ro'zagacha. Dasturxon qancha sodda, kasallik shuncha sodda. Davosi ham shuncha sodda. Biza masalan, men yangi oila qilganimda, uylanganimda har xil narsalarni olib chiqib qo'yibdi-da. Anaqa ayolim yedim. Unaqa qilmagandim. Hozir nafs bor-da, mamini cho'qigisi keladi, uni yegisi keladi bolalar ham. Xilma-xillik. Bugun masalan bizni faqat sut jinsiga oid taomlar bilan ovqatlanamiz. Bo'ldi. Qaymoq yeymiz, tvorog yeymiz, sir yeymiz yoki brinzi yeymiz. Bo'ldi. Bugun sutli taomlanish. Ketdi, boshqa narsa qo'shilmaydi. Sizlarda qanaqa ko'pchilikda tuxum sosiska? Orada murobboni ham urib yuboradi, sariyoni ham surib yubordi. Brinziga kashi yashay. Oshqozon osti bezi, boyaga aytayotgan oshqozon osti bezi fermentlarni chiqaradi. Demak, har bitta taomdagi aminokislotalarni parchalash uchun har xil fermentlar chiqadi. Oshqozon osti bezini muddatdan ilgari charchab pensiyaga chiqishiga sabab bo'ladi. Endi boyagi savolga kelyapmiz. Siz aytdingizki, onasi aybdormi, otasi aybdormi? Ikkalasi ham aybdor. Chunki bu er-xotin, hozirgi yosh avlod, ko'p yosh avlod kechasi kech kelib yotadi. Kechasi kech uxlaydi, ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib, kechasi kech yotgan odam aniq nimadir yeb yotadi. Och qoringa uxlamaydi, to'g'rimi? To'ppa. Mana 7 da ovqatlanishdi, kechki payt ujum bo'ldi. Ular 11-12, 1-2 da uxlaydigan odam kechasi nimadir yemasa uxlamaydiganlar bor. Yedimi, bu kelajakka yashang. Doktor, mamnunki pul qo'yib qo'yaversin alohida. Banisaga, diagnostikaga bitta seyf olsin-da. Vlojeniyga bor. Aniq uni ishlatadi, xavotir olmasin.
shunga tayyor bo'lsa-da, o'zi yetkazib olmayapti hech kim, lekin o'sha qo'yib qo'ysin-da, tayyor bo'lsin. Shu endi shunaqa qilib iznosga ishlatilgan tanani, oshqozon osti bezini charchatib kelyapti yillar davomida. Ular ikkalasi oila qurishdi. Urug', erkak kishining urug'i ham, ayol kishining urug'i ham nimadan? Qondan paydo bo'ladi. Qon nimadan? Yegan, ichgan ovqatidan. Ovqatimizdan. Hamma narsa tana, aytayotgan olmani tagiga olma tushadi, shopton tagiga shopton. Siz qanaqa bo'lsangiz bolangiz ham shunaqa. Nosog'lom onadan nosog'lom bola tug'iladi. Otada bo'lishi mumkin. Yana aksiga olib bolani haligi ovqatlantirayotgan ona noto'g'ri ovqatlanish hisobiga tez semirsin, ko'klikkina bo'lsin deb tiqishtirishadi, vaqtiga qaramaydi. Onani o'zida ham keyin kasallik. Onalar nega ayollar ko'pincha oila qilgandan keyin semirib ketishadi. O'zbek ayol shunaqada, masalan, mana bitta bir ikkita qoshiq narsa qolib ketdi ovqati. Xolodilnikka qo'yay desa joy egallaydi. Tashlasa uvol, tap urib oladi. Mana shu ham perikus deyishadi. Ha, perikus emas. Ovqatni uvol o'zi anaqa kelinlar perikus deb nomlab olishgan. Bu ham insulin rezistentlikka, hazm organi kasalliklariga, boshqa problemalarga olib kelishi mumkin, muammolarga. Shuning uchun taom ustiga taom yeyish, ya'ni hozir nimadir yedingizmi? Qorningiz och emasmi? Masalan, siz meniki mehmonga keldingiz. Yoki keling, men sizniki mehmonga bordim. Siz meniki chaqchuq bu narsa qo'ydingiz dasturxonga shirinlik. Menga oling desiz, choyingizni ichishim mumkin, lekin men qornim och emas hozir. 2 soat oldin ovqatlandim. Men yemayman. Ko'pchilik nima qiladi? Yeb o'tirishadi, ya'ni taom ustiga taom yeyish, qarang, qanaqa kelgan. Ovqat ustiga ovqat yeyish, hatto sahrodagi yirtqichni halok qiladi deyishgan. Sahrodagi yirtqichni hayvon yemas ekanda, qorni to'ydi-yu, kiyikka oladimi, sher yoki boshqa yeb oldimi, sal turib antga borib yana bo'ldi, to hazm qilmaguncha deyman. Bizda shu odat yomon. Demak, oshqozon osti bezida muammo bo'ldimi, uni bolasida muammo kuzatilish ehtimoli yuqori yoki noto'g'ri ovqatlanish bilan ehtimoli yuqori hazm organi. Sizning gaplaringiz zo'r, lekin uni qilishda muammo bor-da. Misol, hozir men ham sizning gaplaringizni eshitib o'tiribman. O'ylayapman, menda ham shu anaqalar siz aytayotgan kamchiliklar bormikin, yo'qmikin deb qarayapman. Haqiqatan qarayapman, 5-6 ta sanab qo'ydim o'zim uchun. Sanab qo'ydim. Ha, mana bitta joyda bor ekan. Endi shuni qilish muammo-da. Ko'pchilikda shu muammo. Ya'ni qilaman deydi. Bizlarni misol uchun qilayotgan podkastimizni ham ko'radi. Tarqalishi ham mumkin. Misol kimgadir podelitsa qilib bu kimga tashlashadi. Qara, shunaqa narsa bor ekan deyshadi. Keyin bunday ko'rasizda, ha, to'g'ri, shu narsa bularning aytayotgan gapi to'g'ri deydi, lekin qilmaydi. Bularga nima deysiz? Buni ham qanaqadir chorasini ko'rish kerak-da. Endi qilmasligi u odam o'zini mas'uliyatsizligi. Masalan, biz ham bolalik paytimizda ota-onalar aytishardi, buni qilma, buni qilma. Keyin katta bo'lib aqlimizni tanigandan keyin ular to'g'ri aytishganini tushunamiz-da. Yoshlik bu ahmoqlikni bekorga aytishmaydi-da. Masalan, hozir sizga endi uzr, hozir aqlliroqmiz yoki 10 yil oldin aqlliroq bo'lganmiz desam, siz hozir aqlliroqman. Odam yoshi o'tgan sari, ana aytishadi, inson qancha eskirar, unga shuncha eskirar. Shuncha eskirar ekanda. Endi o'sha odamlarni eskirib qolsa keyin qilishadi. Toki odam bitta peshonasi urilib bosh qonamaguncha shunaqa. O'sha noto'g'ri turmush tarzi. Endi men aytmoqchi bo'lgan, nimaga bu gapni boshladim? To'g'ri, endi ota-onalar misol uchun o'zida qilmasligi mumkin endi. Chunki shakllanib qolgan xarakter, kechqurun yotishdagi kech bo'lmaydigan bir ikkita odatlar bo'lishi mumkin. Ularni bolalariga nazorat qilish bizaga, ya'ni foyda bo'lardi, bolalarini nazorat qilish. Shunga nima maslahat bera olasiz? Chunki hozir siz aytayotgan gaplarning hammasini jamlaydigan bo'lsa, ota-onalarda fobiya paydo bo'lib qolishi mumkin-da. Hozir men deydi qatgadir borsam, bolamni o'sha boyga aytganimizdek tekshirtirsam, unda qanaqadir qo'shimcha boshqa muammolar chiqib qolsa, keyin unga palon pul sarflayman degan qanaqadir fobiya bor-da, baribir ota-onalarda nisbatan ko'proq bo'ladi. O'shanga sodda yo'l bilan qanaqa qilib bu muammodan chiqib ketish yo'llari bor. Kechasi vaqtida uxlamaslikni yoki qaysini aytasiz hozir? O'zi umuman farzandlarimizni kamqonlikdan qutqarish, ya'ni kamqonlikka, boya aytayotgandik, gapimiz sal bo'linib qoldi. Kamqonlikda demak o'sha 4 ta darajasi dedik. 3-daraja demak 80 bilan 65 o'rtasida. 3-darajadagi og'ir darajasi. O'ta og'iri bor, 64 dan pasti. Bular o'sha juda og'ir holatda, bularga даже kerak bo'lsa homilador bo'lish yoki farzand ko'rishga ham sal ehtiyot bo'lish kerak deyshadi. Lekin qarangda, Allohning mo'jizasi. Bizda bir qizimiz ishlardilar, menimcha ismlari Gulnozam esimda yo'q xullas. Qizlar aytishardi, bizning Beshqayroq oshdagi filialimizda ishlashgan.
gaplashib o'tirishsa, mana shunaqa qarab gaplashib o'tirishadi qiz. Qarab uxlab qolar ekanda. Mana shunaqa. Sizga qarab uxlab qoladi. Quvvat yo'q. Kelinni quvvati yo'q, lekin shu kelin 60 nechidir gemoglobin bilan tug'ilgan. sog'lom farzand tug'di. Endi Xudoni bir mo'jizasi-da. bilan. Endi kamqonlikni boya aytdik. Endi bunaqa mana ba'zilar aytishadi, og'ir hollarida dori-ko'l kerak. Keyin sekin-sekin tabiiy yo'llar bilan ichki organlarni sog'lomlashtirib, chiqib ketishga harakat qilish kerak. Chiqib ketsa bo'ladi. Shu jarayon qanaqa kechadi? Misol uchun deylik, bitta obraz shakllantirib olaylik, o'zimiz oldimiz uchun. Misol deylik, 80 gemoglobinli bitta bola deylik. Misol uchun. Xo'p, mayli. Tushundim. 4-5 yosh atrofidagi bola. Aha. Shuni siz hozir ukol deyapsiz, ya'ni dori ukollari ana qon ko'paytiradigan qo'shimcha tabiiy yo'lga o'tib ketish kerak deyapsiz. Shuni qanaqa bo'ladi muolajasi qisqacha? Oldin sababini bilishimiz kerak. Kamqonlik nimaga kelib chiqadi? Bu yerda sabablar juda ham ko'p. Demak, biza o'tgan safar podkastda aytdikki, eng zo'r misol o'sha Gulbahor opa yaxshi tushuntirganlar, baraka topsinlar. Oddiy xalqqa tushuntirish uchun-da. Masalan, 3 litrli olchani kompotini tasavvur qilamiz. Olchani kompotini tagida giloslar turadi. Tepasida suv. Qon ham shaklli elementlar, eritrosit, trombosit, leykotitlardan iborat. Buni ani olchalar deb tasavvur qilamiz. Suyuq qismi qonning plazmasi. Endi o'sha olchalarini qonning eritrositlari deb tasavvur qilsak, eritrositlar o'zi sog'lom odamda 120 kun, teri 127 kun yashash kerak. Umri shunaqa. Keyin u pensiyaga chiqadi deb talafot kelib parchalanib ketadi. Endi bolalarda bunaqa bolalarda ko'pincha qizil qon tanacha eritrositlar 80 kun, 90 kunda nobud bo'laveradi. Bu birinchi. Keyin agar uni montajyorlardan iltimos qiladi, agar rasm ko'rsatishsa zo'r ko'rinardi. Eritrositlarni sonini va sifatini kamligi deb qarasak. Nimaga unaqa bo'ldi? Endi biza temir tanqisligi bilan bog'liq deb temir preparatlarni berishadi ko'pincha. Bu yordam bermaydi. Aksariyat holatlarda. Endi yengilroq tepadagi 1-2 darajasi bo'lsa, yordam berishi mumkin, ehtimoli bor. Lekin 3-4 darajada bu qiyinroq masala. Ya'ni bitta masala faqat temir tanqisligidan kelib chiqmaydi. Qon kamligi. Qon kamligini yashang. Qon kamligida parazitlarning ham roli bor. Buni ko'pchilik pediatrlarimiz yoki gematologlar esdan chiqarib qo'yishadi. Parazitda shunaqa turlari bor. Masalan, ankilostoma, u parazitda shunaqa turi, tishlari xuddi nimaga o'xshaydi, vilkaga o'xshaydi. O'tkir xitin tishlari bor. Ichini devoriga tishlab yopishib, shu yerdan qon so'radi, qon bilan oziqlanadi. Agar bir 20 tasi bo'lsa, taxminan o'zidan ham ko'p bo'lishi mumkin. Bir osh qoshiqgacha qon ichib qo'yishi mumkin. Shuncha 20 tasi. Askariydi. Bu ham oziq hamma tanasidagi eng kerakli mikroelementlar bilan oziqlanadi. Qisman qon ham iste'mol qilishi mumkin. Va hokazo. Parazitlarni yo'qotmasdan turib, gemoglobinni ko'tarish qiyin masala. Parazitlar ichida yashaydigan turlari bo'lsa agar, ular yallig'lanish chaqiradi. Ovqat qayerda so'riladi? Ichida so'riladi. Unga har qancha dori preparatlarni bermay, vitamin bermay, mineral bermay, gemoglobin ko'tarilmaydi. Demak, parazitlar sabab bo'lishi mumkin ekan. Keyingisi ichki organlarning nosog'lomligi deymiz. Ya'ni boya aytganimizdek, oshqozon osti bezi bilan taloq nosog'lom bo'lsa, bu ishtahaga javob beradi. Oshqozon osti bezida ishtaha ochuvchi, maxsus ishtahaga javob beradigan maxsus hujayralar bor, apetit kletkalari bor. Kerakli fermentni kerakli miqdor tashlab bera olmadimi, u oqsillarni parchalay olmaydi. Unaqa bola go'sht yemaydi. Go'sht yemagan bolada aniq qiyin masala gemoglobinning tiklanishi. Demak, taloq vazifasini ko'rib chiqamiz. Taloq meditsinada qonni qabriston aytiladi. Ya'ni qizil qon tanacha boyaga kompot deb tushuntirdik, olchalar kelyapti, u yerda uni oqini oqqa, sariqini sariqqa utilizatsiya qilib tashlaydi. Taloq sortirovka qilib beradi deb tushuntira qolaylik oddiy xalqimizga. Taloqda nosog'lomlik bo'lsa, bo'ldi, demak u o'zining ishini yaxshi bajara olmaydi. Bu ham qonning tarkibini buzilishiga, kamqonlikka sabab bo'lishi mumkin. Oshqozon osti bezi sabab bo'lishi mumkin. Yoki jigar va o't qopi. Ya'ni jigar yana vazifasi bu qonni katta fabrikasi. Qonni tozalashga javob beradi. Maxsus fermentlarni ishlab chiqarishda, safro ishlab chiqarishda, ya'ni qonni temirni yengil so'riladigan formaga o'tkazib berishda ham ishtirok etadi. Endi biz so'raymiz bolalardan, o'shancha onalardan, sarov kasal bo'lganmi bolangiz? Jigarda nosog'lomlik bo'lsa, nosog'lomligi oldin tushunib olaylik. Kasal bola bor, sog'lom bola bor va nosog'lom bola bor. Sog'lom bu yerda juda shitinli bolalar turishadi, juda sanoqli, lekin nosog'lom bolada ko'p. O'zi qilsa, boshqa qilsa jigar sog'lom ko'rsataveradi. Men aytaman, lekin faoliyatida o'zi qanaqadir miqdorda o'zining ishini bajara olmaydi. Demak, jigarni sog'lomlashtirish kerakmi? Sog'lomlashtirish kerak. Endi jigar safroni
sifatsizroq konsentratsiya bilan chiqaryapti. Ya'ni o't qopiga o'tkazib beradi. o't qopida, o't yo'llarida ko'pincha 12 barmoq ichida lambili yashaydi. Bu yerda olimlar ikkita guruhga bo'linishadi. Ba'zi olimlar aytishadiki, lambili o't yo'llarida yashamaydi. Chunki o't safro suyuqligi jilit, uni membranasini, anaqasini, obolochkasini yoradi, u yashashga yo'l qo'ymaydi deyishadi. Kislotasi baland bo'lganligi uchun. Men aytamanki, yo'q deyman. Men ikkinchi toifa olimlarga qo'shilaman. Chunki jigar konsentratsiyasi pastroq jilit chiqarsa, o't yo'liga ham chiqadi. O't yo'li, o't suyuqligi unga ta'sir qilmaydi. Lambilik. Lambili endi o't yo'llarida, o't kanalida yashab, bu yerda probka hosil qilishi mumkin. Probka hosil qildimi, bola terlayaptimi, vitamin D berishadi ota-onalar. Men aytaman, qanchadan beri beryapsiz? Katta dozada beryapsiz. Nega terlash qolmayapti? O'tga qarash kerak. O'tda lambili bo'lsa, foydasi yo'q. Probka hosil qiladi, lambili u oqsil yemaydi. Lambili glukoza bilan ovqatlanadi. Kerak bo'lsa, deydi olimlar, parazitlar, ichimizdagi jiqurtlar bolani поведениясini, ya'ni o'zini tutishini, fe'l-atvorini, uni psixologiyasini, nervini psixopat bo'lib qolishini adasi oyisi hayron bo'lib o'tirishadi. Voy, meni sanga o'xshagan yoki sanga o'xshagan, men unaqa bo'lmaganman, sen unaqa bo'lmagansan deb o'tirishadi. Yoshligingda qanaqa bo'lgansan? Bolada parazit, uni injiq qiladi, yig'loq qaratchi qilib qo'yadi yoki o'sha nervini psix qilishi mumkin. Xarakteriga ham ta'sir qiladi. 100%. Parazitni tozalash kerak, jigarni tozalash kerak, oshqozon osti beziga ta'sir ko'rsatish kerak, kerak bo'lsa buyrakni ham ko'rib qo'yish kerak deydi. Chunki nimaga kamqonlikda buyrakning ahamiyati bor desiz? Buyrakda eritropoetin degan maxsus gormon chiqadi. Qachonki u ko'stning mozgga, ko'stning mozg qizil qon tanachasini ishlab chiqarishda ishtirok etadi. Ko'stning mozg suyak iligiga buyruq beradi. Unga komanda qiladi. O'sha eritropoetin gormon chiqadi-da, menga deydi, mencha miqdorda, shuncha kolичествоda, shuncha qizil qon tanachasi chiqargan deydi. Uni buyrug'isiz bu ishlamaydi. Demak, pochkaga, buyrakka ham qarab qo'yish kerak deydi. Tabiiy bir yengilroq qarab qo'yish kerak. Ani og'ir sakson haqida gaplashayotgan bo'lsak, sakson gemoglobinga ketib, shunga gemoglobinli odamlarda bolalarda. Pochkaga, jigarga, oshqozon ichaklariga, parazitlarga, oshqozon osti mikrosmi qancha ish turibdi. Bizda qanaqa davolashadi? Kamqonmi bo'lib temir preparat. Nimaga ko'tara olmayapsizlar deyman? Endi shunaqa holat bo'ladi-da, misol uchun o'sha qon preparatini berishdan oldin bitta analiz qilishadi. Misol uchun deylik 80. Keyin o'sha ukolni yozadi vrach. Keyin u oladi uni, iste'mol qilgandan keyin bir oydan keyin tekshirsa, misol uchun 100-120. Lekin keyingi oy yoki undan bir 2-3 oydan keyin borsa yana o'sha ahvolga tushib qoladi. Lekin o'sha qon preparatlari ko'taryapti-yu. Qisqa muddatli. Bu xuddi o'chib qolgan mashinani itara-zavat qilgandek. Qanaqa uni ushlab tursa bo'ladi unda? Tabiiy yo'l bilan, mayli, og'ir holatdan chiqib olish uchun men bizga qarshi emas, bizga dori preparatlarga. Ichib uni tabiiy yo'l bilan endi o'sha qonni ko'paytiradigan tabiiy mahsulotlarni berib, shu bilan birgalikda boyaga aytgan organlarni sog'lomlashtirish kerak. Tabiiy yo'llar bilan. Oshqozon osti bezini sog'lom qilsak. Ishtahasi ochilsin, bola go'sht yeb ketsin. Imkoni bormi? Imkoni bor. Xo'p, ichaklarni sog'lomlashtirish kerakmi? Ichakda vaspolitini yallig'lanish prosesini yo'qotish kerakmi? Temir, boshqa vitamin, minerallar so'rilishi uchun. Uni tabiiy yo'l bilan tuzatish kerak. Jigarni tozalash kerak, o't haydash kerak va hokazo. Tushunyapsizmi? Bularni qilib turibgina keyin tabiiy narsa, ana til bering. Ana quyon go'shti bering. Ana sabzini, ismaloni, so'kini olmalar bilan chiqarib bering. Keyin ta'sir qiladi. Bular qanaqa qilishadi? Keling, men odamlarni yo'lini aytib beraman, oddiy xalq. Qo'shnisidan eshitadi yoki qarindosh yoki qayerdandir eshitgan gap. Til bergan. Tilni yedirdi, ko'tarilmadi. Yong'oq, magiz, asal, limon aralashtirgan mesorokdan chiqarib uni bergan. Tilni o'zgarmadi. Xohlashmaydi dori berishga ba'zi ota-onalar. Tabiiy yo'l bilan qilaylik, adasi deydi, onalari. Zarar bo'lib qolmasin deydi. Yoki so'kli berib ko'rishadi, sabzi olma-olma va hokazo. Keyin sekin-sekin ozgina qilishda kimlargadir yordam beradi. Etolmayman, bu ishlamaydi. Boyagi yo'q. Birinchi, ikkinchisida kamqonlikda, yengil darajalarda yordam beradi, zo'r. Yordam bersa xursandmiz. Lekin og'ir darajalari bo'lsa, kamqonlikni stepillarida uje ichki organlarni sog'lomlashtirmasdan turib qilib bo'lmaydi. Uni iloji yo'q. Iloji bo'lsa menga aytsin, mana men qila oldim deb. Dori preparat bilan mana bunaqa organizm sinusoida ishlaydi-da. Dori preparat mana bunday liniya bo'lsa, dori preparat ichdingiz yengilsiz, ko'zingiz ochildi, energiyangiz bo'ldi, hammasi istaqala ochildi. Qanaqadir muddat o'tganda yana o'sha ahvol. Yana dori ichdingiz yana ko'tarildi, muddat o'tdi yana tushdi. Ichdingiz ko'tarildi, muddat o'tdi. Bu degani qon ishlab chiqaruvchi organlarni, ko'stning mo'z, jigar talog'i spyaщий rejimga, uyqu rejimiga o'tkazib qo'yadi. Dangasa qilib qo'yadi. Nima qilaman, ishlammaydi.
tayyor kelyapti tashqaridan. Yashang. Nima qilaman? Ertaga beradi deydi. Keyin siz vitamin berib, demak men bolangga vitamin bado berishim kerak ekan. Amerikanskiylaridan, yaponiya zo'rlar spirulina berishadi, boshqa. U ham kerak, gap bo'lishi mumkin emas, zo'r. Lekin parazitni tozalamasdan turib, boya aytgandek organlarni sog'lomlashtirishdan qilgan ishingiz foydasi yo'q. Uni unitazga oqizasiz. Yashang. O'zlashtirilmaydi. O'zlashtirish uchun ichi zo'r bo'lishi kerak, sog'lom bo'lishi kerak. Endi kelinlarda nima muammo? Siz qarang, ajoyib narsa-da. Endi shunaqa oilalar olib kelib ko'rganmiz. Kelin kamqon, gemoglobini past. Mayli, bitta ikkita farzand ham ko'rdi deylik. Keyin kamqon ayol qizlarimizni ham xotira past bo'ladi. Oshxonaga kiradi-da, nimaga kirgani esdan chiqib qoladi. Qoshga kirdimmi, pichoqqa kirdimmi deydi. Chunki kislorodni bosh miyaga qon tashiydi-da. Gemoglobin past odamda betiga kislorod kelmayapti. Miya nafas ola olmayaptimi, xotiraga ta'sir qiladi. Keyin uyquchan bo'lishadi. Uyquchan bo'ladi. Ozgina ishlash charchab qolib, tepkilangan odamdek yotadi ular. Keyin nima deydi? Qaynona, "Va deydi, menga qarab o'g'lim deydi, mamningni yo'qot deydi. Buning sal uyquchiroqmi deydi. Ha, uning uyquchi-yu deydi. Sen ketasan yotadi. Na unga qaraydi, na bu o'tga qaraydi, na changatadi, na boshqa qiladi. Xotirasi ham joyida emas deydi. Shu qaramagan ekansan, anu meditsinskiy ko'rikdan yaxshi o'tkazmagan ekansan deb. Men ajrashtirib oladigan qaynonalar ham bor. O baraka topkur deyman. O'zi aslida muammo bu yoq tomonda. Gemoglobinini ko'targan deyman men kuyovga aytaman. Sekin tushunib o'zing qara. Endi ba'zi ukalar kelib qolishardi, shogird ukalarimiz. Sobir aka, keliniz homilador, anaqa homiladorlik davri toksikoz, qulpini yegisi kelibdi, nima qilay deydi. O'zi oyligim menimcha hozir 1 kilo olsam katta oilamiz biz 2 ta 3 ta olib ko'taramiz shu hovlida. Hammaga olib kirishim kerak. Bitta olib ketadi. Men uning uchun ko'proq olishim kerak. Cho'nchagim ko'tarmaydi. Nima qilay, aka deydi. Kelin yegisi kelyapti men. Bo'lmasam ozgina olgin-da. Endi iloji yo'q endi nima qilsang endi. Yegisi kelyapti, berish kerak. Paketga o'rang, iloji yo'q. Olib kirib, sraz yudirib, olib chiqib ket paket kirdim. Ba'zi qaynonalarchi shunaqalarni ham eshitganmiz, o'sha kelinni musurini ham tutar ekan-da. Shunaqalarni ham eshitdim. Nima yo'q? San deydi, o'g'lini keyin anaqaga chiqarib qo'yadi. Zaifkan deydi. Sut bergan naritur bu yoqqa kelganda bo'lib qopti o'g'lim. San nima xotindan o'tkazsan? U tushunsa, qaynona tushunsa, mayli uni ustigindir. Tushunmasa, bu kelinga azob beradi-da. Kelin yesa navarasi uchun yeyapti-da, bolasi uchun yeyapti. Uni nafsi sog'lom bo'lsa, sog'lom. Endi iloji yo'q-da, agar topish tutish yaxshi bo'lsa, olib kel, ana yashilab olib kelib qo'y, hamma yesin. Imkoniyati yo'qmi? Olib kelib bekitib yediradi. Endi uni qaynona ko'rib qolsa, ana janjal-da. Shunaqa oilalarni ko'rib, shunaqa endi maslahat berardik. Amallab bir narsa qiling endi. Sani vazifang shu ona bilan kelin o'rtasida tarozi bo'lib turasan. Men iloji yo'q. Qarab turasan dedim-da. Men hozir o'ylayapman, balki obunachilarimiz yoki bizani ko'rgan odamlarda ham balki shunaqa yozuvlar, kommentariyalar bo'lib qolishi mumkin. Iloji bo'lsa, fikringlar qo'shimcha kerak bo'ladigan bo'lsa, alohida yozib ketsanglar, biz uni ham ko'rib chiqamiz. Demoqchimanki, doktorga borishga qo'rqadi. O'zi uyda nimadir qilmoqchi. Ya'ni bolasini siz aytyapsiz, o'sha ko'zini tagida ko'kargan joylari bor yoki qanaqadir belgilardan bir lablari yorilgan bo'ladi, qoni kam. Endi shuni uyda qanaqadir davolayman yoki qonini ko'paytiraman degan ota-onalar bo'lishi mumkin. Bor, unaqalar ko'p. Unga qanaqa yechim bera olasiz? Uy sharoitida shuni tabiiy yechimi. Birinchi boya aytgandek, bolalarda ko'p holatda, 80% holatda parazitlar bo'ladi. Chunki gigiyenaga amal qilmaydi. Bola bu dunyoni birinchi emlangan paytini eslang, hamma narsani og'ziga solib tanishadi. Nimaga? Mana bitta tim ustigan bez bor bizda, Velechkoviy jeleza deyiladi. Immunitetni poligoni deb aytamiz biz. Immunitet hujayralari keladida, shu yerda tushayotgan bakteriyamida, boshqamida hammasi bilan tanishib chiqish kerak. Shuning uchun bu dunyoni tanib olganda og'ziga solib tishlab hamma narsani mazasidan bilib, xohlaysizmi, xohlamaysiz qanaqadir miqdorda bolaga qozon ovqatga o'tgandan keyin parazit tuxumlari kelib turadi. Yuqadi. Bir-biridan boshqa gigiyenaga amal qilmaslikdan, meva sabzavotlarni yaxshi yuvmaslikdan, ko'katdan boshqadan xullas. Endi yuqdimi, aniqki ular bolada endi 4-5 yillik immunitet turibdi, sizda 30 yillik immunitet. Sizniki staj katta, bolada pastroq. Birinchi kamqonlikni parazitlarni yo'qotishdan boshlashimiz kerak. Buni nima boshlaymiz? Tabiiyroq. Men aptekadagi dorixona sotiladigan albendazol, mebendazol, men aytmoqchi bo'lganim, boshqa preparat uzoqroq bo'lsa ham, ya'ni proses uzoqroq bo'lsa ham, menga misol tabiiy yechim kerak desam, men shunaqa toifa insonlardanman. Ya'ni meni ham bolam bor, farzandlarim bor. Men ularni doriga o'tkazib qo'ymoqchi emasman. Shuning uchun menga
jarayon uzoq bo'lsa ham, ya'ni tabiiy bo'lsin. ertaga yoki indinga uni natijasini ko'rmasam ham tabiiy, lekin uzoqroq bo'lsa ham natija bo'lsin. Xo'p, mana ko'pchilik qanaqa qilib davolashadi parazitni? Mana siz o'zingiz bilganingizni ayting. Gijjalardan qanaqa xalos bo'lish uchun nima Endi qilasiz? men o'zim eshitganman, yosh kattalardan asosan qovoq urug'ini maydalab berishadi. Ya'ni shunda anaqa tushadi Tushadi deb deydi. o'ylashadi, Ha, ana? keyin sarimsoq, piyozni qanaqadir Chisnoyni anaqalari sutda bor. qaynatib Ha, berish. Ha. shunaqa. Endi bu qaysidir yengilroq turlarga ta'sir qiladi. Chisnoyda allitsin, allin degan moddalar bor. Qovoq urug'ida kukurbitin parazitlarga zaharli ta'sir ko'rsatadi. Hozir parazitlar ham xuddi biz nimaga pensilin olmaymiz antibiotiklar? Chunki u antibiotiklarga bizani organizm moslashib bo'ldi. Dozamiz Ta'sir qilmaydi. ko'tarilib ketdi. Ha. Yashang. Yangi pokoleniya antibiotiklarni olishga majburmiz, yangi avlod. Parazitlar ham aslida qarang, 300 dan oshiq turi bor. Mikroskopik ko'rinishdagi turidan boshlab, mikroskopda ko'rasiz, juda kichkina. 25 metrgacha inson ichida yashaydigan shirokий lentis, cho'chqa salitori, qoramol salitori degan turlarigacha bor. Turlari ko'p. Endi qaysidir yengilroq turlariga balkim ta'sir qilar. Lekin ular juda moslashuvchan. Aslida parazitlarga nimaiki qarshi chora ko'rsangiz, yer planetasi bundan olganda o'zi ularnikida. Mikroorganizmlar ularniki. Agar yer planetasidan, sharidan insonni olib qo'ysa, yer shari gullab yashnaydi. Inson uni buzayotgan maxluqotda. Zavod quradi, raketa uchiradi, dengizga bomba tashiydi, O'shanga qarshi hujumga o'tishyapti. yashang. Endi yo'q. Endi biz bu muhitni buzaveramiz. Yer planetasi ularniki bo'lgani uchun, ularning hududi bo'lgani uchun ular qanaqa yashashi juda ham zo'r biladi. Bizdan yaxshi. Evolyutsiya jarayoni juda moslashib ketgan. Bizi bu yerda yer planetasida siz bilan men kelganda hisoblanamiz. Bizani joyimiz u yoqda. Shu odam ota-onamiz xato qilmaganlarida biza balkim mayli endi. Kelmasdik ham deydi. Ha, o'shaning uchun ular juda moslashgan. Dori preparatlarga, o'sha tabiiy narsalarga moslashgan. Unga bitta qovoq urug'i yoki bitta chisnok bilan yengilroq ta'sir qilishi mumkin, lekin kompleks ta'sir qila olmaysiz. Demak, shirinliklar, xamir ovqat, shirin napitkalar, oq non va non mahsulotlari, bu yerda shakar berilmaydi. Nimaga? Bola shirinlik yeb qo'ysa, o'sha muolaja paytida bu 3 hafta yoki 4 hafta davom etishi kerak. Parazitlar ayniqsa lam bilan shirinlik bilan oziqlanadi. Shirinlik ichidagi mikroflorani, mikrobiotani buzilishiga sabab bo'ladi. Bu yerda gribok bilan boshqa patogenlarning ko'payishiga sabab Zamburug'lar bo'lishi o'sadi. yashang. Shuning uchun shirinlik yemay turgani yaxshi. Ozgina sabr. Shirinlikni biz hozir gapingizni to'xtatyapti. Hozir chalg'ib ketaman. Ikkiga bo'lib olamiz. Shirinlik deganda miya shirinlikni yaxshi ko'radi-da. Jigar ham yaxshi ko'radi. Shuni Shirinlikni ikkiga bo'lib olamiz. boshlaydim endi. Bandasi yaratgan shirinlik deyman men, Xudo yaratgan shirinlik deyman. Bandasinikini to'xtatib turamiz. Xudo yaratgan shirinlikni yeymiz. Masalan, olma yeganingizda shirin bormi, shakar bormi, banan yeganingizda bormi? Yurasiz. Bir choy qoshiq asal juda bolada harakatga qilib jinni bo'lib, mana oyi turg'izing eshitganmiz ham, muolajaga kelishganda, paftorni ikkinchi seansga kelishganda aytishadi-da. Kechasi bilan turg'izib chiqarib bering deb, asal bering, ozgina anaqasi tinchlanib tursin, miyasi deymiz-da endi mayli. Lekin kimyoviy preparatlar, kalbasasikalar ham berilmay turadi. O'sha polifabrikatlar ham berilmay turadi. Buni muolaja qilayotganda ular qilinmaydi. Endi qarang. Shirinlik bermadingiz, parazitga qarshi tabiiy narsalar beryapsiz. Shirinlik bermayapsiz. Endi shu bilan birga orada bitta bolani ichini surish kerak. Nimaga? Siz kuchli dori preparat berganingizda u qattiq bo'ladi. Masalan, aptechnik preparat bersangiz, boshqa joyda bo'lsa-chi, o'pkada bo'lsa-chi, taloqda bo'lsa, bosh miyada, yurakda, mushaklarning orasida trixanellar bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Exinokok bo'lishi. Exinokok endi operatsiya bilan olinadi, faqat bu gijjan turi. Qanaqa ular o'sha joyda o'lish kerak-ku. Aptechnik preparat. Demak, bizani ichimizda qabristonga aylantiradi. U chirib, so'rilib ketish kerak. Bu intoksikatsiya beradi odamga. Aptechnik preparatlar qanaqadir og'ir holatda kompleks tizimli lecheniya qotganda kerak. Ichaklarda qolib ketgan ba'zi bir o'liklari yoki lanj bo'lgan, lohas bo'lgan turlari bo'lsa, ichakda uni olib chiqib ketish kerak. Ichchi klizma qilish yoki ich suruvchi biron bir damlama ichirish. Sanoq ichirish mumkin, makka sanoq. Yoki yosh kattaroq odam bo'lsa, magniy sulfat berish mumkin, ingliz tuzi. Achchiq bo'ladi. Misol mazasi yomonroq. Ich surmasdan yoki klizma qilmasdan, tozalamasdan turib muolaja qilish bu xato. Parazit ham u o'lgisi kelmaydi-da, uni ham yashagisi keladi. Chunki siz taningiz parazit degani o'zi qarang. Parazit degani birovni hisobiga yashovchi degani. To'g'rimi? Mana oilalarning ichida ham shunaqa endi bo'lishi mumkin. Parazit odamda bo'ladi. Hech qayerda ishlamaydi.
Hech bir qayoqqadir borsa ishga kirsachi 10 kun 5 kun ishlaydi, yoqmadi deb qaytib kelaveradi. Yoqmadi deb qaytib keladi. Hech qayerda ishlamaydi. Mana shu odamlar ichidagi parazitlar deb aytamiz. Birovning hisobiga yashovchi. Parazit ham shunaqa, birovning hisobiga yashovchi. Endi u o'lgisi kelmayaptimi? U qo'yib yubormaydi. Bor kuchi bilan yopishadi. Endi siz uni falaj qilsangiz, mana shundoq bo'lsa ham ushlab turadi. Chunki tashqarida o'lim kutyapti. Qolayib turgan paytda yashang. Shu paytda parxingizni buzib qo'ydingiz. Shirlab qo'ydi. Shata tiklanib oladi. O'zini tez tiklab olishi mumkin. Misol uchun-da, endi klizma qilib yoki o'sha ich suruvchi moddalar bilan ichini peristaltikasini ishlatib, ularni karaxt bo'lib turgani ham ichiga yopishib olmasligi kerak-da. Xuddi tasavvur qiling, metroda yoki poyezdda ketsangiz, ravnovesiyangizni o'zingizni muvozanatga usholmaysiz-ku. Ichi ishlaganda parazitlarga shunaqa ta'sir ko'rsatadi. Peristaltika ishlaganda ular yopishishiga qiyinchilik tug'dirishi kerak-da. Shuning uchun yaxshi parazitologlar ich suruvchi narsa berishadi, обязательно, aniq. Endi ichini surmasak foydasi yo'q. Ichini surdingiz, gijjaga qarshi davoladingiz, qo'shimcha o't haydovchi narsa berish kerak, tabiiy. Buni dorixonalarda endi rastarovka, artishok tarkibli va respirazol taklif qilyapman odamlarga hozir. Yaxshi tarkibda, ekstrakt ekan. Buni ham ichib turish mumkin dozasiga qarab bolalarga. Chunki nimaga? Parazitga qarshi kurashsangizchi, masalan, inson qo'polroqda sassiq qo'ng'iz bilamiz. Qo'l tegsangiz nima qiladi? Hid chiqaradi. Hid chiqaradi o'zidan. Himoya qiladi o'zini. Yashang. O'zini o'ylaydi, men himoyalamoqman. Hid o'shani hasharot boshqa narsani qochirish. Parazit ham unga qarshi kurashganingizda, u ham aqlli mavjudot. O'zini tanasidan siliz chiqaradi, toksin chiqaradi. O'zini qanaqadir miqdorda himoyalash uchun. Yoki noto'g'ri licheni quvursa odamlar, u ham sista ko'rinishda yopilib oladi. O'rab oladi. Unga ta'sir qilmaydi uncha narsa. Ayniqsa ham bilaman. Aniqki, demak, ularni parazitlarni chiqaradigan toksin moddalardan, zaharli moddalardan qatga o'tadi, u qonga o'tadi, limfaga o'tadi. Qon qatga boradi, jigarga boradi. Ba'zi ota-onalar noto'g'ri licheni qilib bolani jigarini ishirib qo'yishadi. Shuning uchun jigarni ishirib qo'ymaslik uchun jigarni himoyalab turishimiz kerak, toksik moddalardan o't haydab turishimiz kerak. Bu ikkalasini bitta respirazol qilib beryapti. Keladi, dorixonada sotsa bo'ladi. Uni himoyaladik, o't haydadik, jigarni himoyaladik, parazit quvladik, parhez qilamiz, ichini suramiz. Oshqozon osti bezini ferment ishlab chiqarishni aktivlashtirishimiz kerak. Keyin oshqozonni ichaklarni ayniqsa vaspalinga chaqiradi, yallig'lanish, ularni sog'lomlashtirish kerak. Bunga biz shalfey berishimiz mumkin, damlamasi yoki podorojnik, bargi zub yoki zub turum deyshadi xalqimiz. Dorixonalarda uni damlamalari sotiladi. Ularni berib, xullas bu yerda kompleks. Shu jarayon qancha davom etadi? 1 oy. 1 oy. Parazitdan 3 kunda klizmada xalos bo'lasiz-ku. Masalan, shunaqa klinikalar bor. Xalos bo'lasiz, to'g'ri. Lichenkasi bilan o'zi chiqib ketadi, tuxum ich. Tuxum chekib ketdi. Tarakanga dori sepganmiz hech, masalan. Domda turasizmi uchastkada? Uchastkada. Uchastkada tursa tarakan domda turadiganlar bilsa. Tarakanga dorilasangiz, tarakan darrov orqasiga ichadi, tuxum qo'yishmaydi. Nasl qoldirib ketishmaydi bo'ladi. O'zi ketsa ham yashaydi, u bolam qolsin deydi-da. Avlodim davom etsin deydi. U ham ahmoq emas-da. Yashash uchun harakat qiladi, instinkt o'tdi. Endi parazit ham tuxum qo'yib ketadi. Tuxumi 1 oy 2 oy o'tgandan keyin ochilib chiqadi, oldingidagi boladagi eng kerakli vitamin, minerallar bilan oziqlanib, chunki tamojinda uli o'tiribdi. Mamitdan so'riladi. Ndo qaraydi, "O" deydi, qara deydi, Farruh deydi. Amerikanskiy vitamin tashlayapti xo'jayin, davay deydi. Bitta kapsula senga, bittasi menga deydi. Egasigacha, "Ya, unga yo'q" deydi. Bizdan ortsa. Albatta. Tayyor turibdi-yu, eng texnologiya. Ular oziqlanadi. Ota-ona nima beradi? Ishtahasi ochilsin deb vitamin berishadi, vitamin D berishadi. Natija qisqa muddatda yoki umuman yo'q. Demak, parazit tozaladik. 1 oy o'tgandan keyin endi biz boshqa ichki organlarni sog'lomlashtirishga o'tamiz. Undan keyin ana endi qon ko'paytiruvchi, ana endi beramiz, qarang. 1 haftada 2 marta, 3 marta quyonni go'shti sho'rva qilib berasiz. 1 haftada 2 marta tovuq bulyoni bo'lishi mumkin. Uy tovuqi faqat. 40 kunda antibiotik gormon bilan boqilgan tovuq bo'lmaydi, kerak emas u. Uy xo'rozi. Suli, uy tovuqini berasiz. Keyin berishingiz mumkin bolaga dukkaklilar, ya'ni oldin yemagan bo'lsa, aytganda tilla. Ana endi til bering. Endi ichkaridagi parazitlar yo'q-da, sherik bo'ladigan ovqatingizga. Ana endi bering. Masalan, erta 1-2 oydan keyin ismaloq chiqadi. Shpinat deyiladi rus tilida. Sabzavotlarni qirolichasi deb Yevropada ismaloq shunaqa deyishar ekan. Ismaloqni olasizda, bir 50 gram sokini chiqaring. Bir siqimdan 50 gram sok chiqadi. Bir 100 gram sabzini sokini qo'shing yoki olma. Yana 50 gram sabzi qo'shing, 100 gram olma qo'shing mayli. Mana 200 gram bo'ldi bitta stakanda. Endi chiqqanini joyida ichish kerak. Uni xolodilnikka qo'yib qo'yib, buni ertalab obedda emas. Joyida ichish kerak-da. Mana shuni ham 1 oy davomida berib borilsa,
ismaloqni kuchli konsentratsiyada, o'shaning uchun ozgina boshqa sabzavotlar, mevalar qo'shib yaxshi qilib olish kerak, shirin qilib olish kerak. Bola ichib ketadi. Ana buni beramiz. Endi beramiz. Endi sog'lom bo'lgan ichakka, parazit yo'q bo'lgan ichakka, jigar tozalanganiga, o't yo'llari tozalangan bolaga bersak, endi yuqadi. Ana endi o'sha soklarni ichirishimiz yoki ana boya aytdik-ku biz, yong'oqdan oldingiz bitta stakan, magizdan oldingiz bitta stakan, aytaylik xurmo oldingiz bir stakan, xoling anjir, xoling keshu, bodom, hammasini aralashtirib, bitta limon qo'shing, ichiga asal qo'shing-da, mikrobkani chiqarib koptokchalar qiling. Buni Instagramda ham qo'ydik, immun koptokchalar deb. Yoki bankada tursa qoshiq bilan ana uni ertalab ovqatdan oldin yediring. Bu soklarni berishingiz, ana quyon go'shti, ana oqsil sizga o'zlashtiriladigan, yengil o'zlashtiriladigan oqsil. Sekin-sekin bola yeb ketish kerak. Ana o'shandan keyin ana temir preparatlarini tabiiyrog'ini berib borsangiz, orada masalan o'shanda sekin bolani gemoglobinini ko'tarishga erishishimiz mumkin. Stabil qilib olib borsa bo'ladi. 3 oy davom etishi mumkin bu. 3 oy kamida. Balki endi og'irroq holatdagi odamlarda balki undan masalan juda bir so'layib qolgan, quvvati yo'q. Endi to'g'ri, baribir bitta organizmni 4 yil, 5 yil zaharlagandan keyin uni qaytadan yaxshi hayotga, o'sha sog'lom hayotga olib kirish uchun ozgina vaqt ketadi baribir. Endi ko'pchilik shunga ham erinishadi-da. 3 oy bir xillaga katta muddatdek tuyulib ketadi. Voy, 3 oy keyin shunaqa tushuncha bor. Men endi ota-ona sifatida o'zimni kuzatuvlarim natijasida ko'rganman. Ularga ko'pchilikda bor shunaqa. O'zimni yaqinlarimda ham bor. Ularga alohida o'shanaqa preparat bermasangiz, ya'ni srazi birdaniga 2 kun, 3 kun, bir haftada uni natijasini ko'rmasa, u mahsulotni siz til berasizmi, boshqa berasizmi, uni tan olmaydi. Ha deydi, bu tez tuzalish holishadi. Tez bo'lish kerak. Progress hozir o'zingiz tushunasiz. Progress bo'lgandan keyin tezroq natijasini ko'rish kerak. Chunki vaqt yo'q kutishga bizda. Tushundim. Tezroq tuzalsa bo'ladi, uning uchun o'sha boya aytgandek bir 4-5 asr oldin yashash kerak edi. Iloji bo'lsa o'sha yerga o'tib yashashsa 2 kunda ham yaxshi bo'lib ketadi. O'sha paytdagi odamlarni hayoti bilan hozir yana bitta narsa, kamqon bolalarni harakati kam bo'ladi, gipodinamiya, ya'ni lohas bo'ladi, quvvati bo'lmaydi, yotoqchilab uradi. Berish kerak bunaqa bolalarni qanaqadir jismoniy aktiv qiladigan sportlarga. Suzishga emas. Suzishga borsa, bola aniq o'tdan parazit yuqtiradi. Aniq yuqtiradi. Suvdan ham yuqtiradi. Ayniqsa eng yomoni kattalar boradigan havzalarda kichkina bolalarni cho'milishi. Kattalarda o'sha jinsiy organlarda yuqadigan kasalliklarni ham bola yuqtirib olishi mumkin. Mikroblar, o'shaning uchun zamburug'lar. Kerak emas. Faqat bolalarniki bo'lsa mayli-yu, lekin paraziti bor bolalarga u ham basseynga borishni ham taklif qilmayman. Muolaja qotganda ham taklif qilmayman. Endi uyda qancha masalan terlab bola bilan yoki katta odamni o'zi o'ynab, masalan siz bolalaringizni batut etpetga olib borasiz o'ynatgani, pulni to'laysiz, telefonda o'tirasiz, bolalar o'ynayapti deysiz. Siz o'ylaysiz bola katta bo'lganda adam menga vaqt ajratardilar, men bilan o'ynardilar deydimi? Yo'q. Sizni bolangiz siz bilan o'ynagan vaqtini eslab qoladi, boshqa narsani eslab qolmaydi. Siz o'zi bilan bola bilan o'ynasangiz, bu yerda hozir biz psixosomatikaga kirib ketib qolamiz. Ba'zi oilalarda bolani yeb ichishi ham yaxshi. Topish tushadi, otasi olib kelishi, hamma narsa muhayyo olib deydi. Lekin bola ham shunaqa. Urush janjal ko'p bo'lsa oilada, bolada o'sha ichkarida depressiv holat paydo bo'ladi-da. Siqilib, men bu yerda men sababchi bo'lganmanmikin bularning janjaliga? Ya'ni albatta. Yoki o'zini qanaqadir e'tirof qilinmagandek his qilishi mumkin. Oyisini oldiga borsa, oyisini ishi ko'p. Adasini oldiga borsa, adasini telefonda ishi ko'p. Bor qara deydi. Oyisini oldiga borsa, oyisi oshxonada bor qara. Bola o'zini dunyosiga kirib oladi-da, bu ham qanaqadir bolada e'tiborsizlik oqibatida ichki organlarda spazmlarga yoki keyinchalik boshqa kasalliklarga o'sha eritrositlarning paydo bo'lishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Ya'ni stress paytida kortizol gormoni chiqadi, razrушительный buzuvchi gormon, boshqa gormonlarni o'ynatib tashlaydi. Shuning uchun bolaga bitta kelganda quchoqlab o'pib, peshonasidan o'pib aytiladi-yu mana dinimizda, peshonasidan o'pish bolani. Ozgina o'ynash, o'zi 5 minut ota o'ynagani yetadi. Bolaga ota, masalan, siz uni 3 oyda bir marta ko'rsangiz ham, masalan-da, 10 minut ota to'yadi-da uni mehriga. Bo'ldi, ol deydi. Bo'ldi deydi. Ota shunaqa. O'sha 5 minut ko'ra u emaklab o'ynab, sakrab quvlamachoq o'ynasa, bola terlasin. Terlasin, harakat qilsa, limfa yaxshi aylanadi,
qon yaxshi aylanadi, bolada ishtaha paydo bo'ladi. O'zimda qarasangizchi, qarindosh urug' etpetga bir olib borsangiz, o'sha kuni bolangiz vohli uxlaydi. Qotib o'lib, mashinada uxlab qoladi, to'g'rimi? Yoki o'sha kuni ishtahasi o'zingizni yemagan narsani antu tapilib yeb tashlaydi. shunaqa. Hayron bo'lasiz. Voy, uyimda bundan ham go'sht qilib beraman. Go'sht ko'rmaganda go'sht olibsin, uyda yemaydi bolam deysiz. Nimaga? Chunki boshqa bolalar bilan o'ynayapti deydi. Unga yangi muhit, yangi davra kerakda. O'tda xursand u. Xursand. Uyga kelsa, hamma tumtayib olgan, xotin doim janjallashgan, bu ham bolani kamqonligi sabab bo'lishi mumkin. Даже shunaqa bolalarni olib kelishgan, ota-ona urishadi, baraka topib kirlar. Mayli, oila qurish degani bu bo'lib turadi, kelishmovchiliklar, moslashish kerakda. Siz ayolingizga moslashingiz, ayolingiz sizga moslashishi kerak. Boshqa qaysidir nuqsonni kechirasiz, sizni qaysidir nuqsoningiz. Turmush degan holatni yaxshilash, yashang. sog'lom turmush tarzini amalga oshirish. Mana shu aytayotgan narsalarga bosqich amal qilinsa, gemoglobinni ko'tarish. Lekin boya yana qaytamiz, gemoglobinni ko'tarish uchun, anemiyadan xalos bo'lish uchun 3 etapli bosqichga o'tish kerak. Boshqa iloji yo'q. Temir preparati bilan, kimyoviy preparat bilan men aqlim yetmaydi. Ichki organ sog'lom bo'lmasa, qaraq ko'tariladi. Bolada ham xuddi shu. Bolada ham xuddi shunaqa. Bitta doza beriladi, qanchadir yangi tabiiy preparatlar tuyuladi, keyin ko'p. Yana baribir o'sha eski holatiga tushiradi. Organizm o'zini kundalik chiqarayotgan anaqasiga qarab. Masalan, sabzavot yemaydi deb kelishadi ota-onalar. Sabzavot yemaydi. Buni yeydimi? Yo'q. Yesa pomidor yeydi yoki bodring yeydi deydi. Boshqa sabzavot yo'q. Sholg'om yeydimi? Yo'q. Turp yeydimi? Yo'q. Gulkaram yeydimi? Yo'q. Karam yeydimi? Yo'q. Buni yeydimi? Yo'q. Buni go'sht yeydimi? Yo'q. Faqat pomidor bodring. Sabzavotdan faqat pomidor bodring. Qatdan unda kletchatka bo'lsa, keyin bolani ichi qotaveradi. Meva sabzavotlarni ham yemaydi, go'sht ham yeydi. O'sha biza 3 etaplikni qilib olsak, agar parazitdan tozaladik, ichki organni sog'lomlashtirdik, keyin vitamin bilan to'yintirsak, o'shanda anemiyadan, kamqonlikdan yengil qutulib ketamiz. Oilaviy muhitni yaxshilashimiz kerak. Demak, men tushunishim bo'yicha birinchi navbatda parazitlardan davolab olishimiz kerak ekan. Keyin ichki organlarni sog'lomlashtirib olishimiz kerak ekan, keyin qonni ko'paytirishga urg'u berishimiz kerak ekan. Preparat, vitamin, minerallar keyin beriladi. Demak, mana shu uchalasini qilganimizdan keyin bola sog'lom bo'ladi. Xudo xolasa. Asosiy muammo shu parazitlarga bog'liq bo'lyapti birinchi etap, to'g'rimi? Endi aksariyat holatda. Ko'p hollarda shunga mos. Agar parazitlardan davolash masalasi qiziqroq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, biz buni alohida ko'rsatib qilib chiqaramiz. Parazitlar gijja qurtlaridan. Gijja qurtlaridan o'sha davolash masalasini qanaqa uni chuqurroq o'rganish, chuqurroq kirishga harakat qilamiz. Sizga tashrif uchun alohida rahmat. Salomat bo'linglar. Ishingizga omad tilaymiz. Xudo xolasa xalq xizmatida hech qachon charchamang. Kelajakdagi bo'ladigan uchrashuvlarimizga agar mabodo Xudo xolasa bizning obunachilarimizdan ko'rsatmalar kelib qolsa, shu yana qanaqadir yengilroq boshqa yo'nalishdagi mavzularni olib chiqsanglar bo'lardi degan takliflar kelib qolsa, mayli yozishsin, agar qiziq bo'lsa, bilganimizni ulashamiz. Murojaat qilamiz. Vaqtingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Xudo xolasa joningiz sog' bo'lsin. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan ham qiziqroq mavzularni olib chiqishga harakat qilamiz. Bergan ma'lumotlarimiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, o'zinglarning yaqin insonlarga ulashib qo'yinglar. Obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Hammanglarga rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat.